Aeroport hududidan 98 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bizlar hozir hol qismida turibmiz. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel qilganlar. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Mana bu yerda bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonada ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Kvartiramiz полностью yevro remont qilingan. Kvartiramizda hech kim yashamabdi. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Remontga bitta baho beringlar. Juda ham chiroyli remont qilingan va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasi ham anchagina keng, ikkita o'sha kravat bemalol sig'adi. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan did bilan va отдельно kuxona garnitura joyi bo'lyapti. Bu yerda ham hamma kerakli mebel jihozlari bor. Kvartiramiz nimasi menga ma'qul bo'ldi? Ikkita razilni sanuzul joylashgan. Mana bu birinchi sanuzul bo'lyapti. Qaytarib o'taman, 98 kvadrat bo'lyapti. Ikkinchi qavatda aeroport hududida bo'lyapti. Bu yer esa ikkinchi sanuzul bo'lyapti. Orientir Grand Sultan restorani. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda bizda bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.